Bor ilovasi orqali Rossiyadan turib nafaqat komissiyalarsiz pul yuborishingiz, balki uydagilaringizga ro'zg'orbop bo'lgan sovg'alarimizni yutib olishingiz mumkin. Aksiyamiz doirasida televizor, kir yuvish mashinasi, smartfon, mikroto'lqinli pech, chang yutgich va pul yutuqlari sizni kutib qoladi. Ushbu sovg'alarimizdan birini yutib olishni istasangiz, ilovamizni yuklab oling va qolganini o'zingiz sinab ko'ring. Ro'zg'orbop aksiyasida ko'rishguncha. Va alaykum assalom, assalomu alaykum yana bir bor. UFC'da qaytasizmi? Yo'q, qaytmaymiz. Biza shu yerda Yevropada urushib yuramiz, Oktagon ligada. Bizga yaxshi shartnomalarimiz bor. Yaxshi pul to'layaptilar, media ham yaxshi. Biza chempion Oktagonda, xudo xolasa, shu yerda urushib yuramiz. Mangu ligasiga fikrim yaxshi. Yaxshi ketibdilar. Xudo xolasa, birinchi turnirga omad tilayman. Agar vizalarimni olib, xudo xolasa yaxshi bo'lsa kelamiz, podдержка qilamiz. Eng yaxshi, как и Muradov professional ligasiga, и Mangu ligasiga piarchilik bo'ylab bo'lmaydi. Masxara bo'lsalar, показательный shunaqalar bo'ylab bo'lmaydi. Shu uchun olg'a omad tilayman. O'zbekiston uchun, O'zbekiston MMA uchun bu albatta yaxshi. Buxoro kaymibim, nasib bo'shadmebim. Planobaz, hozir yakta duta janga bo'y gita, badmebim. Обязательно. Buxoroya bachojba. Rahmat. Nasib bo'shadmebim Buxoroba. Sog' bo'shedin. Yana bir bor hammaga assalomu alaykum. Eng ko'p savol shu: nega O'zbekiston kelmayapman? Bironta problemalarim bormi, zapretlarim bormi? Yo'q. Shu narsalar yo'q, hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Xudo xolasa kelamiz. Birinchidan o'zimni karyeramni bosibman, trovkalarimni bosibman. Ikkinchidan Yevropada vizamni kutib turibman. Xudo xolasa vizani olib keyin spokойно yuraman. Hozir agar kelsam O'zbekistonda 1-2-3 oydan shu yerda qolaman. Shu uchun kelmayapman. Xudo xolasa ozgina qoldi, yangiliklar bo'ladi. Bir 12 tami 15 ta bu savol keldi. Jasur akam qanaqa отношения? Bizning отношениямиz Xudoga shukr yaxshi. Jasur akam akamday. Jasur akani yaxshi ko'raman, hurmat qilaman akamday. Так что men bilmayman, может sizlar kutib turibsizlar, bizning отношениямиz buzdimi? Yaxshi отношениyalarimiz yo'q. Bugun ham akam yozdilar, har kuni yozmaymiz ham, telefon qilmaymizmi? Lekin любой payt telefon qiladilarmi, yozadilarmi, или men yozamanmi, telefon qilaman, любой narsaga поддержка qiladilar. Men ham, Jasur akam. Shu uchun bizning отношениямиz yaxshi bo'lganida, hozir ham shu bo'ladi ham. Так что shunaqa gaplar. Qo'yinglar gap so'zlarni. Assalomu alaykum aka, xudo xolasa обязательно O'zbekiston kelsam, обязательно Qo'qon boramiz aka, обязательно. Siz ham xudo xolasa O'zbekiston kelsam, Buxoroga ham kelasiz, Toshkentga ham kelasiz aka. Rahmat. MPL yana bo'ladimi? Albatta, xudo xolasa 26-yilga O'zbekistonda ham qilamiz, Aziyaga ham qilamiz, planlar Yevropada ham bor. Xudo xolasa nimaga to'xtadi? Уже aytgan edim, vizalarni kutib turibmiz. Xudo xolasa vizalarni olib o'tkazamiz inshaalloh. Planlar bor, katta planlar bor. Shu uchun hammangizga rahmat. Yana bir bor hammaga assalomu alaykum. Savollar uchun kattakon rahmat. Shunga davom etamiz. Xudo xolasa dальше qilamiz savol javoblarni. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, podдержка uchun rahmat.